Yozi issiq kunida muzdekgina mazali okroshkaga nima deysiz? Birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb katta idishimizga mayda kubik to'ralgan bodring, qaynatib mayda kubik to'ralgan xum, qaynatib mayda to'g'ralgan go'sht, qaynatilgan va mayda to'g'ralgan kartoshka, bir bog' ukrop, banduyl, yashil garohidan bir bankasini solamiz. 20% yog'li smetanamizdan 300 gram. Har doimgidek to'liq retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Kefir yoki qatuvdan solib, 700 ml gazli suv solib, xohishga ko'ra qaynatib sovutilgan suv qo'shsanglar ham bo'ladi. Xohishga qarab tuz, murchlarni solib, yaxshilab aralashtirib, mazza qilib iste'mol qilamiz. Muzdekkina bo'lmasa, xolodilnikka 1 soatga qo'yib qo'ysanglar, bir-biriga mazzalar o'tib, muzdekkina bo'ladi. Ayniqsa muzdekkina okroshkani yozi issiq kunida ichsanglar bormi? Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin.